Mamlakatimiz arzon uylar qurish bo'yicha juda ko'p sa'y-harakatlar qilyapti. Arzon uylar deb qurilgan uylar yakta ochig'i anchagina qimmatga tushyapti, chunki qurilish materiallari qimmat. Bir jizzaxlik tadbirkor ayol kelib qoluvdi. Shu ayol aytdiki, eng arzon uyni yaxshisi dedi. Hozir penoplast materialdan gumbazli uylar qurilyapti dedi. Men aytdim, qayerda? Bu Yaponiya texnologiyasi bo'yicha Qozog'istonda. Shu bilan keyin Qozog'istondagilar bilan bog'landik. Ular bizga bu uylarning proyektlarini, qanday qurilishlarini, boshqalarini ko'rsatishdi. Olti metrlik diametrdagi gumbazli uyni qurish juda ham arzon. Uning ustiga texnikani ham kerak yo'q. 4 ta odam shunday bir kun, 2 kun ichida montaj qilib, tayyor qilib qo'ylar ekan. Endi meni bilishimcha, agar biz shu 200 ta emas, bir 10 ta uyni qurib bitkizib, odamlarga undagi qulayliklarni ko'rsatadigan bo'lsak, bu loyihani faqat mana shu biz o'zimizni mana shu Adirda o'zlashtirishni o'ziga bir 10 ming uy ketadi. Chunki 10 ming ta odam mana shu adirlarimizga joylasha oladi.